Ko'rganda qanday baliq tutdingiz? Amudaryoni balig'i. Ey mashallah, mana bu ham laqqa balig' ekan. Amudaryoni laqqa. Mana bu ham shapati dedi. Mana shunday baliq. Mana bu ham laqqa. Mana ko'rganingizdek laqqa baliq. Mana og'zini qaranglar. Ha, bakrammi? Bakra baliq. Mana bu ham bakra degan baliq. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayot media kanalini ko'ruvchi muxlislar. Mana bugun ko'rganingizdek bu videoda Amudaryo bo'yida baliq ovga chiqdik va O'zbekiston bilan chegara bo'lib turgan Afg'oniston baliq ovlash tajribamizni ko'rsatdik. Baliq ovining hayajonli daqiqalarini birgalikda tomosha qiling. Agar videomiz yoqsa, videomizga bitta like, kanalimizga ham podpishka bo'lishni unutmanglar. Aziz do'stlar, sizlardan like'lar soni qancha ko'p bo'lsa, bizning kanalda ham videolar soni shuncha ko'p bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar aziz do'stlar. Hozirdan like'lar uchun rahmat. Bo'lmasam video siz bilan tomosha qiling. Bu yer Afg'oniston Amudaryo va Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi. Baliq oviga chiqqanimiz ko'rsatganmiz. Bo'lmasam video siz bilan tomosha qiling. Ana nima baliq bu? Bu jin baliq olacakmi? Mana laqqa baliq bular. Nima xudoy? Balıklar. Bol. Hozir Qarav suvdamiz, Qara daryo, Layqa daryo. Umar abi, mana bu yer ham Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi, ko'prik. Mana ham ko'prik. Mana bu tomoni O'zbekiston. Hozir baliqlarni ham ko'ramiz inshaalloh. Yana 1 soat 2 soatdan baliqlar ham tushib qolar. Mana baliq chakalarimiz. Baliq chakamizdan so'rab ko'ramiz. 2 yildan beri baliqchilik qilar ekan. Birinchi marta daryoga kirishim mana shunday, lekin juda ham qo'rqdim, qo'rqinchli. Mana daryo ko'rganingizdek katta daryo, Amudaryo. Şu tarafına mesela sıkım yok mu? Bismillah. Katta kuş var ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 50 kilo baliq.
Maşallah 2 kilo atışıp 1 kilo. Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi. Katta Amudaryoda afg'oniskiy baliqlar. Afg'on baliqlar deydi mana daryoni ichi katta Amudaryo. Bismillah. Mana to'rni ham to'playapmiz. Bismillah deb. İnşallah bir 50 kilo, 100 kilo baliq. O zaman 2 tane düştün ha. Yaşılamır bereketten ha. Maşallah. Hani bir aramayla kıvranı? Maşallah. Oy. Mana. Hozircha mana shundan 2 ta tushdi, 4 kilo bor. Mana bir baraka maşallah. Mana shunday Amudaryo baliqlari. Afg'onistonda shapaq degan balığı bu. Shapaq deyiladimi? Shapaqmi? Uçak ham deyiladi, shapaq ham deyiladi. Mana shunday baliqlari bor. Mana voy bismillah, mana shunday baliqlar. Mana baliq, Amudaryoni balig'i. Mana hozir bizlar ham to'rni to'pladik. Bizda to'r deydi buni. Mana hozir ham daryoni ichidamiz. Mana O'zbekiston chegara. Bismillah. O'zbekiston. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalay? Yaxshiming, dayoming? Yaxshiman. Adingiz nima, og'am? Mening adim Shermuhammad bo'l. Shermuhammad og'am, nima etdingiz bu yerda Amudaryoning ichida? Mana baliqchilikdan. Xo'p, baliq tutdingiz a? To'g'ri. Amudaryoning balig'ini qancha yildan beri bu baliq tutib deralarda bir ham tortib dedingiz? 10 yildan beri shu vazifada tortdim. 10 yildan beri mana shunday baliq tutar ekan Shermuhammad akamiz. Mana tutgan baliqlardan buni biladiganlar yozsin kommentariyaga. Mana bu ham bakra baliq. Mana shunday baliqlar. Rahmat Shermuhammad og'a. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Sog' bo'ling. Hozir turni bir kunjini topishga ketamiz. U tomonda qolgan. Kunjani yerda mana. Hozir bir kunjani bu yerda to'playmiz. Bir kunjani bu yerda qoldi mana. Ko'rganingizdek Afg'onistonda baliq avi, Amudaryo ichida baliq qanday bo'lar ekan Afg'onistonning baliqlari. Amudaryo suvi ko'rganingizdek mana shunday. Afg'oniston O'zbekiston chegarasi Amudaryo. Mana ham chegara. Shunday baliqlar nari tomonda bo'lsa ham tomonga o'tish uchun baliq ko'p tushish uchun mana shunday baliqlarni qurqizadi. Qayiq. Besh yildan beri mana shu akalarimiz baliq avida, baliq tutadilar 5 yildan beri. Mana shunday suvning ichida.
5 yildan beri mana shunday Amudaryoning suvi ichida. Shunday azoblari ham bor, qiyin joylari ham bor, keyin rohat joylari ham bor. Baliq kilosi qimmat. Bir kunda 10, 15, 20 kilo tushadi baliq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'lulan bir qurtdakcha. To'paytda da o'tir, ha? Ha? To'paytda da. Ha. To'daşın bugün alayıt ya. Ha. Köp balık. To'daşda böyle ya. Düşün ota bu taraf gidiyor. Bu tordan kaçmanı bu ya. Ha. Taşınma da su tordan kaçacak balık ama. Tor geleni bir de alığa gidip oturuyor boymuyorlar işte. Laqqa ko'p dishini yo'q-ku, laqqa baliq bor. Laqqa neden tutding? Xo'rjin nimada bor, Abujuda? Ona kapın. Ha. Al. Mana shunaqa baliq tutish. Oson emas, Amudaryoning o'rtasida kun bo'yi aylanib yurish. Yerda qoldi bir akamiz ham mana. Nari tomonda. Bitta ham yerda tushdi. 1,5 kilo, 1 kilo bor. Mana shunday to'rda baliq avi va baliq tutish. Mana shunday bitta. Juda ham yaqin keldik. Mana O'zbekistonni jangal orol deydimi, mana yaqinidamiz. Ko'rganingizdek. Sho'rda. Mana shunday Amudaryo. To'g'ri Amudaryodan baliq tutish oson emas. Mana shunaqa qiyin joylari bor. Hozircha bir 10 kilo, 7 kilocha, 7 kilo düşdimi, aka? O zaman 7 kilocha tushgan ekan. Yana inshaalloh ko'rsatamiz qancha baliq tushganini. Mana shunday daryoga tashlab ketaveradi, kechiraveradi, daryoga tashlanib. Barxat aytdim. Bir uch O'zbekiston tomonidan, bir uch Afg'oniston tomongacha. Uzunligi 350 metr. 350 metr mana shu 350 metr. Oho, ana bu yerda bo'lish. Mana ko'rganingizdek baliq avı mana shunday. Baliq avlari. Afg'onistonning Amudaryo. Afg'onistonning Amudaryo suvi.
Oha. Tamam. Mana shunday baliqlarni qo'rqitadi. Baliqlar to'r tomonga kitish uchun biza to'r deydi mana shuni. Mana shu tomonlarga kitish uchun mana shunday qo'rqitadilar. Buni to'playmiz birozdan. Mana ko'raylikchi. Inshaalloh tushganda 30-50 kilo. Voy maşallah maşallah. Katta baliqlar mana bu yerda bittasi bor ekan. Maşallah. Bu da bir yaxshi bo'ladi yana o'dam. Ha? Sarpildi ko'p o'dam. Yaxshi bo'laydi endi xayr. İnşallah. Qarmoq ham qur qo'yibdirlarmi? Ya qarmoqdami ya? Mana shu yerga ham qarmoq ham qo'yilgan ekan mana. Qarmoq. Voy bismillah. Juda qo'rqyapman, lekin suvdan qo'rqaman, to'g'risi. Mana zahmatimga yarasha inshaalloh like'larni ayamaysiz degan umiddaman. Sizdan qancha like ko'p bo'lsa, bizdan ham kanalimizda video shuncha ko'p bo'ladi inshaalloh. Like'lar soni qancha ko'p bo'lsa, kanalimizda videolar chiqish soni ham shuncha ko'p bo'ladi inshaalloh. Har bir like'ingiz biz uchun muhimdir. Like bosing, faqat like videolarimizga. Ro'za Ramazon oyida like'laringizni qisqonmanglar. Har bir like'ingiz muhim biz uchun. Mana shunday baliq abi. Amudaryoni o'rtasidamiz. Amudaryo. O'zbekiston va Afg'oniston chegarasi ko'prik. Mana shunday baliqni urkitadi baliq. Qo'chadi keyin to'r tomonga. Shunday tutamiz baliqlarni. Mana birozdan ko'rasizlar. Inshaalloh 50-60 kilo bu safar. 50-60 kilo en ozidan. 350 metr mana shu 350 metr. Qarmoqlara ilma tashla. Bu yerda bitta uch. Qayerlarda qoldi? Hadi bismillah, baraka. Mana to'ni ham topyapmiz. Hozir ko'ramiz baliq tushgan bo'lsa. Necha? Silkishtiryapmi? Mana bu ham laqqa baliq mana. Mana shu baliqlarni ham mana shu akalarimiz tutgan. Sher Muhammad aka tutgan mana laqqa baliq. Tutilgan baliqlar. Tarafdan mana chiqilgan baliqlar. Bunaqa baliqlar ham bor. Mana shu to'rla baliq. Mana shunday. 15-20 kilometr ha? 20 kilo shunday tutildi bugun.
Assalomu alaykum, hurmatli Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar. Mana bugun ko'rganingizdek baliq ovga chiqdik. Bugun kunlardan shanba. 2025-yil ro'za Ramazoni ham 15-kuni. Mana hozir Amudaryodamiz. Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi. Hozir bize to'r deydi, buni to'rni tashladik. Intiraga yazdık şurada. Azıcık sonra intiraga. Arkan qarasam nusk yo'qdir ha. Mana to'rni tashlab ketamiz. İnşallah balığımız oradan gelir, balık avımız. Balık avı Afg'oniston. Amudaryo suvlari bu. Katta daryoda katta balıklar ham bo'ladi. Ko'ramiz inshaalloh qanday balıklar tushar ekan. Qancha metr babo? 350 metr. Namı xudo. 350 metre ekan. Ko'rganingizdek. Ey xudojon bular. Gidaman meni. Bizda buni to'r deydi. To'r deydi bizda buni 350 metre ekan. 350 metremi? Namı xudo. O'zbekiston. O'zbekiston. Amudaryo mana. Bitta Amudaryo qaranglar mana. Amudaryo bu yerda.